Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hammaga yangi salom. Sizlar bilan men yana Umarov Dostonbek. Ancha YouTube'ga video qilganimiz yo'q, ko'proq Telegramda ishlayapmiz. Akamizni parniga bor ekan, qishga suvni isitib boqaman deydi. Shunga akamizga 400 kilo oshiq baliq olib kelamiz. Baliqlar tushiryapmiz mana. Ikkinchi rasm tushirib oldik. Suvni 20 gradusdan ko'tarib bersa, xudo xolasa bemalol oziqlanaveradi. Balig'imiz o'rta hisobda 400 grammga o'tirgan. Razmeri ham normalniy. Boqishga zo'r razmer. Akamiz yaxshi niyatda boshlayapti. Barakasini bersin. Kimga baliq kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. Telegram kanalimizda har xil ma'lumotlarni berib boramiz. Qo'ldan kelgancha kommentariyada tushsalaring silkasini qo'yib qo'yamiz. Bemalol tushib Telegram kanalimizga o'tib olsalaring bo'ladi. Agar kimda shunaqa issiq joyi bo'lsa, bemalol boqsa bo'ladi. Chuqurroq joyi bo'lsa, saqlab qo'yib, bemalol hozirgi zakitovka qilib, bahorda yana boqib ketsa bo'ladi. Bahorda narxlar ko'tarilib ketadi. Ham bahor oyida ko'chirishga ozgina mart oylarida ko'chirish xavfli bo'ladi. Havo o'ynab turgani uchun suvning gradusi ozgina issiq bo'lib qolganiga kasallanib qolishi mumkin baliq. Shuning uchun, lekin o'zlaringni hovuzlaringdan qishlab chiqadigan bo'lsa, bemalol mart oyidan ovqatlanish boshlaydi. U yoqdan ham bir oyga yutasizlar. Shunaqa e'tiborlaringiz uchun rahmat. Telegram kanaliga o'tib olinglar. Shu yerda har xil qo'ldan kelgan videolarni qilib boramiz. Hozir balig'imizni ko'rsatamiz. Ikkinchi davozda salafanni yozib olsa betiga. Ikkinchi o'zining qushxonasi bor ekan. Qushxonasi yonida joy qilishibdi. Baliqlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Yangi video qo'yilsa xabardor bo'lish uchun hammaga rahmat.